Gruppadoshlar, endi o'zimiz bilganchalik, Alloh bildirganchalik bilimlarimizni qo'ldan kelgancha shu nimaga, gruppaga qo'yib yuramiz, qo'yib boramiz. Sizlarga rahmat, qo'llab-quvvatlayotganlar uchun. Endi qaranglar, chorva boqishda birinchi etapi bozordan arzonroq olish kerak hayvonni. Qimmat olish kerak emas. Arzonroq olish kerak. Endi demoqchimanki, olishda adashmaslik kerak. Ikkinchi etapi, birinchisida sal yo'lida sog'lom qo'yni olib kelganingizdan keyin, ikkinchi etapi mana bu qaymoq dori. Bu qaymoq dorida, endi buni oilalari serob, bu nomlari serob nihoyatga. Bu endi misol men qaymoq dori deyapman, bir oddiy. Masalan 50 kilolik qo'chqorga, 50 kilolik tirik vesga qo'chqorga 1 gramdan 10 kilosiga 1 gramdan 5 gramini shpritsda og'ziga och qoringa ichkizish kerak. Och qoringa buni faqat ichak qurtlari uchun. Kiygan tishini g'ichiratishi, ichakda qurti bo'lsa, mana shu qaymoq dorini ichish kerak. Buni nomlari serob nihoyatga. Nimaga ko'rsatyapman xolos. Bundan keyin bir haftadan keyin haligi ko'rsatgan faksasitdan keyin bir haftadan keyin gelmitsin, bir qator tozalab olganingizdan keyin o'sha ichki parazitlardan tozalab bo'lasiz qo'yingizni. Keyin baqishga tayyor bo'ladi. 15 kunda tayyor qilasiz qo'yingizni, tozalab kursini.